99% odamlar bu ajoyib maslahatlardan xabardor emas. Eski lampochkangizni chiqindiga tashlamang, ichini tozalang, o'simlik moyini quying va filtr joylashtiring. Tayyor, endi sizda o'ziga xos va zamonaviy tungi chiroq bor. Super oddiy suv filtrini yasang, qopqog'ini oling, pens bilan mahkam ushlab, 8 ta kichik teshik oching. Ichiga paxta soling va ustidan kesilgan sharni torting. Mana endi sizda ortiqcha xarajatlarsiz toza suv bor. Tasavvur qiling, biror kishi sizni arqon bilan bog'lab qo'ydi. Vahimaga tushmang, yashil ipni qizil ipdan o'tkazing, kichik halqa hosil qiling, qo'lingizni ichiga kiriting va keskin torting. Endi siz ozodsiz. Gullaringiz o'z-o'zidan sug'orilishini xohlaysizmi? Oddiy usul: guldonga ovqat tayoqchasini sanching, suvli shishadan mix yordamida mayda teshik oching va joylashtiring. Natijada tomchilatib sug'orish tizimi tayyor. Bu maslahatlarni do'stlaringiz bilan bo'lishing, ular ham foydalansin. Mana shu video 200 mingta layk yig'sa, eng faol obunachimga 13 mingtalik TikTok akkauntimda tekinga berib yuboraman. Shuning uchun siz ham obuna bo'lib, eng faol obunachilarim qatoriga qo'shiling. G'olib esa Telegram kanalda e'lon qilinadi. Telegram kanal manzili esa profilda.